İkinci bölek birinci qism. Ko'ktat bozori ko'chasida bir xalta savzini ko'taranmay injiqlab turgan bir mahallalik aqam soyisi imom uchrab qolgan edi. 3 yilning oldida Hoshimoxonning kichik o'g'li tug'ilib, ot qo'ydigan chaqda yanchuqida bir mo'cham pul yo'q, bakla xijil bo'lgan. O dal bugünkidek seriqtal atiyoz pasli bo'lg'ashqa, Hoshimoxon amalsiz uning bunidan qarz pul so'rab edi. Xalqlar uni vaqtida qaytarolmaydi deb cho'ylada to'xtamas bahonlarni ko'stib pul o'tni berishga horsindi. Sahrodagi yurt mahallalarda odatda baliga ot qo'ygan da bira ko'nglak tambolliqroq 40-50 yuan pul qo'yib qo'ydigan qoida bor. Loyiqida qoidasini qilmasa xayrlik bo'lmaydi deydigan ko'z qarashma bor. Amaliyotda bir hayotlik dunyoga kelib umid orzulari singan xayrlik ism taqdim qilinishdan iborat cho'ng ish uchun unchalik qoidasini qilmasimi bo'lmaydi-da. Oxir amal qilamagan Hoshimoxon saq 3 kunni o'tkazibdi. 3-kuni amalsiz bir chatga yolg'iz chaqirib uyamga bir chesilib Xo'sh, nima vajidan? Xotin yangiganda. Voy, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Jusila. Hoshimoxon dasturxon ustiga to'qoshda qizargan, yerilib, singib pishgan zog'irdan ushni qo'yib, ondan titrab turgan qo'li bilan bir qo'shnisi ayolining tug'utini ko'gili kirganda buvoqqa ko'rpilik deb qo'yib qo'ygan arzon baholiq oddiyg'in raqni nonning ustiga qo'yib bo'g'ilgan ovoz bilan Atiyoz seriqtal vaqtda qulan uzakilab qoldi. Ayib ammag'ayla. Ko'ngillarni bir ilib olami. O shundoq davatib bartamchi yosh mag'ziga do'milib tushdi. Supada tug'utliq yotgan ayoli nomus xijilchilikdan dili ezilib, ko'zlari liqqida yoshga to'lib tom tarafga qarab oldi. Sapgullar tex torqilib ketmagan qormutuq yuzi o't og'andek bo'lib, olqonlar bilan chang besib oldi. Hoshimoxon ayoliga bir qarab etib, qo'lining yerilgan yerik dumbasi bilan mag'zini surtib etib, qo'l bog'lig'igacha beshini tuvan soldi. Qori imom uy ichiga sap soldi. Uyda bir dona chilak, necha yeriga chetiq maqlangan ko'ni karvot bilan kichik cho'yin qozon bor edi. To'li supurilib, yuzi titilib ketgan kigizning gulini farq qilib bo'lmaydi. To'pi o'rlab turadigan pagodin zaypurqi keladi. Imomning dili shurrida qig'andek bo'ldi. Hoshimoxon bakla tirishchan, o'mliq bola edi. Qo'li bakla qisiq turmandi. Deganlarni o'ylab soqollari yenik titradi. Ondan 3 zag'irini raxtga o'rab qo'ltig'iga qisqandan keyin zo'rg'a kulimsirab bo'g'ilgan ovozda. Ajab baland qilding bolam. Necha kunning yog'i zag'ri chiligan qiytiq kim kep tuvantim. Xijil bo'lma. Cho'kiningning ko'z yo'rg'anligini hozirgacha uqmabdiq. Deganicha uzun to'nning ichiga chaplab tikilgan yanchuqqa qo'l selib 20 yuanlik puldan birini elib Hoshimoxonga uzatdi. Etdiganda yenimda chehroq bijim yo'qolib qoldi. Balanga barak bo'lsin. Maningga hozirlam Qosim qassobdan to'ssa go'sh ichirib, sho'rib silib, cho'kiningni betalatib. Yangi tug'utliq ayoldan keyin sut chiqmas bo'lib qoladi. Hoshimoxon nima deyish, nima qilishni bilolmay turib qoldi. Pul zo'rlab tutqizildi. Shundan beri Hoshimoxon so'yinib keladi. Shunga u harvisini to'xtatib, qo'lidagi yuklarni elib, harvga bosgandan keyin dangi ap chiqib berib, tanglagan pulni og'ili unimay yinib kirgan edi.
Hoshimxon kira izlab ochliq bozorining oldidagi tengiq uyining oldidan o'tayotganda, o'shiq puti tengilgan bir bolani apashlab, yerni so'ygidek do'ng'iyib ketayotgan bir ayol uchradi. Hoshimxonning ayolga ish chog'irib, o'dilida to'xtadi-da, uni chaqirdi. Voy acha, nega borlar? Oralga mashina mangdigan bekatga. Ma harvida opirib qo'yaymi? Hamaqa. Hoshimxon bolani ayolning dumbisidan avoylab elib, harvoq o'ltirg'izib, harvini qo'zg'itib, ayol bilan paranglashqach mangdi. Acha, bolalar ne bo'lgan? Maktabda egizgi saklaydigan bir o'yinni o'ynigicha ho'shqi chiqibdi. O'yin emas u, tantabiyadasi. Netchilik egizgi sakirdim. 95 shanta. Voy, yomon kelsan g'o. Onaxon mendan yomon. U degan 95 ga sakridi. Ish qilib ishkimizga hech kim yetamidi. Endi maktabga borolmamsa? Anam yog'ochiga qo'ltiqtayoq yashitib bersa, beraverma. Shunda qilasa, kayningdan maktabga so'kilib yuraman men. Sen so'kildimaysa, vahab ma'lum motor bilan og'ash ketib, og'ash kelida. Ona bola ikkalarning gap talashishi Hoshimxonning ko'nglini ko'tarib qo'ydi. Ular yo'l bo'yini bekat qilib, mashinalar to'xtab olgan joyga kelganda, Hoshimxon bolani dast ko'tarib minibusga o'ltirg'izdi. Ondan engishib turib, orqaga yong'ucha beshidagi quloqchisi bolaning quchqig'iga do'milab tushdi. Bola quloqchini elib Hoshimxonga uzatgancha tumshug'ini so'zdi. "Ma, quloqching sesiq puraydi ekan." Minibus ichidagilar paroqqada kulishib ketdi. Ayol bolasini yenik noqidi. "Hey bolam, unda demaydigan." Hoshimxon ochiq tarpurab ketgan quloqchisini beshiga cho'kirib kiyib olgandan keyin ildam pastga tushib ketdi. Ayol orqadan agishib tushib, xijil bo'lgandek talaffuzda o'zir qo'yishga boshladi. Kichik bolaning gapiga xapomisil jimafkam. Dodisi yo'q ko'ziga qaylab sho'xroq o'ginib qolgan bolaydi. Ko'ngillarni ranjitib qo'ydi. Mayli, hech gap yo'q. Kichik bola emasmi? Yolg'izchilik tatib qijilinib turgan nech pul berma? Otag'anlarni basla acha. Ayol qo'l yog'liqqa qatma-qat o'rab chigilgan birli 10 yuanlik pulni yeyishib, Hoshimxonga uzatdi. O'zlari beab qaslamsa. Voy, poch pul yo'qmi-de acha? Aytdiganda Putunimi pachisimi shu? Va shu Rustamdan bir pachilab ekaslifkam. Hoshimxon ayolning qo'lidan pulni elib yetib, yuragi qartdi qilib qoldi. Boshmaltoqsiz 4 barmoqqa qistirib tutilgan 10 yuanlik pul shamolda yenik tavirnib turardi. Hoshimxon pulga uzatgan qo'lini shartda tortib oldi. Ko'ngli bir qismi bo'lib, chiroyi tatirib ketdi. Bo'ldi acha, bo'ldi. Bu pullarni olmay, Bolalarga tuxum ichishsizlar. Voy, ufkam, unda qislar qayda o'lida? Mayanga bir qaylislar? Ayolning iltijolari havoda laylab qoldi. Hoshimxonning harvisi taroqchig'inicha bekatdan yiroqlab ketgan edi. Hoshimxon qo'lidagi nonni yeb bo'lib, quruq non maydasini yiqib qo'ygan edi. 2-3 qitim yiqiqlab olgandan keyin maydasi bo'shagandek bo'ldi. Bir ko'zini qisib qarag'inicha qaysidir bir ohangga g'ingshishga boshladi. U yerga chichilgan samonlarni qayta yig'ib xoltiga tashladi. Oshqon-toshqon seriq samon eshakning ishtahasini tutib qo'ygandek, hadab tumshug'i bilan samon yerga chichishga boshladi. Turibla Hoshimxonning g'ujida ochchig'i tutib, xoltini shartda tortib oldi. Buni yaratmasdan po'xniga. Bu nejis. Eshak o'rkib orqaga bir dojib to'xtadi. Yosh eqib chapoq qaynagan ko'zidagi muhni bayqagan Hoshimxon dili ezilib, eshikning tumshug'ini yenik seladi. Bu da biz kira chiqsa, biz vaqt beda olamiz. Hey bechora. U beshidagi quloqchini qo'liga ilibdi. O'rridi shamol tegib, jini rohatlanib qoldi. Peshonasidagi tarlarni surtib etib, orqasidagi tomga yo'landi. Yo'g'on birni asnigach,
oftobdan qisilgan ko'zlar bilan bozor ko'chasi qarab etib, bir meva-cheva harvasining oldida turib, o'ziga sapsilayotgan ikki ayolni bayqab qoldi. Qizg'uch qora sochlari do'lisiga yeyilgan, lavlari kilasda qip-qizil. Chiroyliqqina bir ayol yenidagi hamrohini noqib turib, Hoshimoxonni ko'rsatdi. Qaradash, Harvikeshni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'tganda bir jurnaldan bir hikoya o'qigandim. Sahrodagi bir Harvikeshning hikoyasi. Hikoyani o'qib Harvikeshga shunchalik esdashligim qo'zg'algan dedigina. Ha, menmi o'qigan. Bak oq ko'ngil, mard Harvikeshgan to'q u. Hozir Harvikeshni ko'rib shu hikoya yodimga kelib qoldi. Harvikesh real odammi-do yoki emasmi deb o'ylab ketgandim. Bu da sahroga o'yin qo'yg'il kelib, birinchi bo'lib diqqatimni tortgan Harvikeshlar bo'ldi. Men o'qigan hikoyadagi Harvikeshga qaysi o'xsharkan deb shundoq hisob soldim degina. Qarasam, Harvikesh bizga o'xshavotdi. Vijik eshki, eski harvisi, o'sik soqollari. Ana qara. Sho'ynisi yetilmagan quloqchisiga. Hey, yilqi yozg'uchi mush Harvikeshni yozdim-ya. Voy tangay adash. Ha qancha bo'lsa-mu, buncha bola to'g'ri kelib qilib yurmas. Agar Harvikesh shu bo'lib qolsa, qanday yaxshi bo'ladi-ya, adash. Qanday qiladi? Paranglashib material to'playdim. Suratga tortib olib, bizning yigitlardan birasiga grim qilatdim. Dilmurod sahroliklarning obrazini pek yaxshi yaratdi jumu. U Harvikeshga o'xshash o'roq, ammo sal paka, lekin bo'laverdi. Harvikeshning ayolining roliga sen chiqsan, buning eping bor. Shunday qilib, shu sahro hikoyasini ta'sirli bir film qilib ishlaymiz. Qanday? Amza, Mao Harvikesh bilan bir paranglashib baxmaylimi adash? Ya, qanday bo'ladi adash? Nima? Yoltib qoldingmi? Bilmayman. Bo'ldi, ishkilamigina bir sinab baxmaylimi? Mayli, apparatning to'q to'liqmi? Ha, albatta to'liq. Yuramiz. Ketdik.